Rahmat. Jon, mana bitta savol qiyin edi-da. Sizda shuncha uy, pul, mashina qayerdan? Bu savolga shu paytgacha hech kimga javob bermaganman. Mayli, sen yeta qolaman. Rostdan. Mana. Qani? Mana boyliklari. Shunda siz beda sotasizmi? Jongina. Bu oddiy beda emas. Beda press. Qanaqasiga? Marhamat. Bular mani onsiz, miyasi yo'q lashkarlarim. Bular ertalabdan kechgacha kommentariyalarga kirib olib, beda press sotamiz, beda press olamiz deb yozib o'tirishadi. Bularni orzu havasi, karyera qilish maqsadi yo'qmi? Maqsad? Jangchilarim, nima yengilinglar? Men o'sha Bedepress deb ibratli videolarga yozishga o'tdim. Mani Bedepress kommentim 3000 ta yig'di. Men Bedepressga gif yasab qo'ydim. Endi maza qishlatamiz. Bundan oldin nima ish qilgansiz? Xo'p. Bularchi Nexi narxi sun'iy ko'targanlar. Xo'jayin, Bedepress temasi ozgina sovutyapti. Nimadir topish kerak. Menga qara, shu paytgacha kallang ishlatganmisan? Yo'q. Bo'ldi. Hozir odamlar bir-chilik kommentariyalar yozishadi. Shu yerdan topib olaverasan. Menga qaranglar. Bo'ldi endi. Uyat emasmi?